Jaloliddin Masharipov ta'biri bilan aytganda, Abduqodir Husanov plankani oshirib yubordi. Endi o'zbek futbolchilari Yevropaning o'rtamiyona klublari bilan shartnoma imzolashsa, o'zbek muxlislari bunga qoniqmasa kerak. Umuman olganda, bugungi videoda boshqa narsa haqida gaplashmoqchimiz. Transfermarkt nashri futbolchilarning transfer narxlarini yangiladi va bu ro'yxatda 35 million yevroga baholangan Abduqodir Husanov bir qancha reytinglarni zabt etdi. Futbolchimizning bir o'zi endi butun boshli Saudiya Arabistoni, Qatar, Iroq, Avstraliya kabi terma jamoalarning to'liq tarkibidan ham qimmat turadi. Chunki bu terma jamoalarning to'liq tarkibini qo'shsa 35 million yevroga yetmaydi. O'zbek futbol tarixidagi eng qimmat futbolchi shu vaqtga qadar Eldor Shomurodov hisoblangan edi. Uning transfer narxi 14 million yevrogacha ko'tarilgan. Endi bu rekord ham Husanovga tegishli. Dunyo darajasida oladigan bo'lsak, eng qimmat futbolchilar reytingida hamyurtimiz 199-o'rinda turibdi. Angliya chempionatidagi futbolchilar ichida esa 90-pog'onani egallagan. O'z klubi, ya'ni Manchester Cityda 12 nafar futbolchi Husanovdan qimmatroq. Osiyo miqyosida oladigan bo'lsak, Mitoma, Kim Min-ji Kubolardan so'ng 4-o'rinni egallab turibdi. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, Markaziy Osiyodagi O'zbekistondan tashqari qolgan jamoalarning umumiy narxi 33,2 million yevro ekan. Bu degani, Husanov ushbu jamoalarning barchasining narxini qo'shib hisoblaganda ham qimmatroq. Terma jamoamizning esa umumiy qiymati 70 million yevroni tashkil etmoqda. Bu ko'rsatkich bilan biz Osiyoda 3-o'rindamiz. Faqatgina Yaponiya va Janubiy Koreyadan o'zib ketolmayapmiz. Birinchi pog'onadagi Yaponiyadan o'tishimiz uchun bizga yana kamida 9 nafar Abduqodir Husanov kerak bo'ladi. Xo'sh, sizningcha bu voqea qachon sodir bo'ladi? Fikrlaringiz bilan izohlarda faol bo'ling.